Bir kuni bir bola saniga chiqib naqshetida oltin tataymi, yambuta ataymi, oltin tataymi, yambuta ataymi deb naqshni o'qiyvergandan keyin bir satang ayol o yonda jug'urib kelib, tap kelib, tang to'xtablam. "Oy, ukam, to'da gap qilma, haling chog'liq. Oltinni tatanmaysa, yambuni tatanmaysa, yumshoq yotgan ko'p seppasan, tinmay xo'rak tata olaysan." Bir kuni bir bolani anasi bozorga ilib beribdi-da, ilib borsa, birdan uni yeyma, birdan uni appa deb bakli qapib ketdi ekanda. Qap qilgandan keyin birdan yetgan oldida ketib olsa, bir bola pashmak sotaman, pashmak. "Ana, pashmak yeyma" dedi. "Ma'qul bolam" deb pashmak gapiribdi. Birdamdan keyin ma bexona oldida ketib olsa, "Ulkar markalik cho'kili" debdi. "Ana, ulkar yeyma, ulkar" dedi-da. Birdamdan keyin bir odam shunda o'tirib, chini qadoq bormi? Chini qadoq yasaymiz." "Ana, chini qadoq yeyma." Bir odam bolasidan savol so'rabdi-da. "Bolam, shu onang bilan ikkimiz urushib qolgan chog'da sen men taraf turamsan yoki onang taraf turamsan?" dedi. Eloq bola. "Shu ikkinglar davomli urushsizlar. Lekin ikkinglar urushganda shu bir chet qarab turman." Bir bola dadasidan savol so'rar ekanda, "Dada, sen saqchi ekansan, qanday odamlarni tutsan?" "Bolam, bu so'rab qoldingiz." "Depagina dada." "Bo'ladi. Men saqchi bolam. O'g'rilarni tutaman. Yanchiqchilarni tutaman. Do'ngyan chiqishayotgan chunqish mo'lla qatgan haramzada qimavol o'g'rilarni tutim bolam." "Unda o'z nemish onamni tutmaysan?" "Nim deb onamni tutdim bolam?" "Tunugun sen oyoq ishib kelsan, yiningda 100 ko'n ilib oldi-ku." Bir kuni bir odam bolasini xanzuchi maktabga o'quvchi bo'lish uchun apiribdi-da. Appasa, "Mush bolamni bir xanzuchi maktabda o'qitay degandim" deb bir muallimni qish akabda. Bu muallim xanzu o'qigan ekan. Ular debdi-da, "Bolangizni obdan akabsiz. Avval imtihon olamiz. Andan keyin maktab qabul qilamiz. Imtihonni o'tamsa maktab qabul qilmaymiz. Chunki maktabning qoida tizimimiz." "Bo'ladi" debdi-da. "Voy, bu bola degan noyati chivar. Yasli turgan vaqtda xanzuchining o'rgangan, bildi." "Ha, undaqmi yaxshi. Savol so'rab boqamiz" debdi-da. "Undaq savol so'raymiz. Shama, qani tarjim qiling" debdi-da. Eliq bolamda turib ketib, beshin tatlab 5 minut turib ketib, osmon qarab, "Nima?" debdi-da. Eliq muallimi qo'shilib ketib, bak aqlliq bola ekan. Yaxshi javob berdi" debdi-da. Birdamdan keyin "Kampit" deganda tarjim qiling qani" dedi. U bola yana turib ketib, hech kim javob berolmay, beshin tatlab, onasiga bir qarab, muallim bir qarab, "Tang" debdi ekan. Yaxshi javob berdingiz. Bak aqlliq bola ekan bu" deb beshin silab ketibdi. Birdamdan keyin 5 va 9. Mushu sonni tarjim qilib qo'ying desa. Birdamdan keyin bu bola hech kim javob berolmabdi-da. Endi turgan dadasining ochiq kelib ketibman, kassani bir motab ekan. "Uju!" Bu jamiyatimizda gitarni nihoyat yaxshi chaladigan yoshlarmi bor? Gitarni yaxshi chalolmaymiz, gitarning pardalarini buzib qo'yib, ularga tushirolmaydigan muzikadan xabari yo'qlardi. Bir kuni bir bola sahnaga chiqib bilan bir qapoq gitarni qo'liga olib bilan chag'in turdi egizdi. Jija kelaganmas chilayveribdi. Bir vaqtda sahnaning inda 60 yoshlar to'lgan bir mo'may yig'lab o'ltirdi. O'ltirsa bola gitar chapilab tushib, mo'mayni yo'lab turg'izib, "Voy mo'ma, turibsizlar. Bak yig'lab ketdilar. Chag'an gitarni anglab suyunib ketgan o'xshamamlar" desa, mo'may "Isa" deb yana yig'lab, "Voy bolam, chag'an gitaranga yig'lab yurgandim men. Chag'an gitaranga yig'lamadim. O'lib ketgan erim kegiz yetdi. Gitarning pardasiga qaylab esimga kelib yig'latimi bolam?" Saradan bir pasha shahar kirib tomosha qilib chiqay deb shuna ketib qolsa, toza shu shahardagi butun xalqlarningki pashadan bekitib olganligini ko'rib, hech kimni chaqolmay mayislinib ketib bir shangdan kirib qoldi-da magazin ichiga. Kirsa magazin ichida bir kiyim kiygizib qo'ygan bir model bor ekan, shuning qishi kelib tas qilib chiqdi. Tas qilib chiqdi. Hech qaylis qon chiqmayotgan pashaning ochiq kelib, shaharlikning ta'mi yo'q ekan deb yana saraga ketdi.